birinchidek. Muassasasi xonandasi, o'zbek qo'shiqchilik san'atining taniqli va yorqin namoyandalaridan. Qadr degan narsaga ko'p narsa bog'liq. Mehnatingni qadrlasa, adolat bo'lsa, juda ko'p narsaga qodir, qanot qo'shiladi, kuch qo'shiladi. Bilasizlarmi, odamga mana shu kuch beradigan masalaga biz har safar shoshilib turishimiz kerak. Ayniqsa bugungi mana shu majlisga bog'liq madaniyat xodimlari, shoirlar, yozuvchilar, kino aktyorlari hammalariga kuch kerak. Men bilaman, sizlarga ilhom kerak. Shu ilhom qanday bo'lishini sizlardan boshqa hech kim yaxshi bilmaydi. Mana shuning uchun muloqotimiz shu ilhom berish kuni desak to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun ilhom Ko'p yillik samarali ilmiy ijodiy faoliyati, yorqin va betakror iste'dodi bilan xalqimizning madaniy va badiiy salohiyatini yuksaltirish, mamlakatimizda madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini rivojlantirish, yangi o'zbek ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvoni bilan Boytoyev G'iyos Ahmadqulovich, O'zbekiston Davlat filarmoniyasi xonandasi, ijodiy faoliyatida xalqimizga mansub bo'lgan 200 dan ziyod qo'shiqlar yaratgan. Davlat muassasasi xonandasi yoshlarimizning sevimli qo'shiqchilaridan. O'zbekiston ko'p narsa bog'liq. Mehnatingni qadrlasa, adolat bo'lsa, juda ko'p narsaga qodir, qanot qo'shiladi, kuch qo'shiladi. Bilasizlarmi, odamga mana shu kuch beradigan masalaga biz har safar shoshilib turishimiz kerak. Ayniqsa bugungi mana shu majlisga bog'liq madaniyat xodimlari, shoirlar, yozuvchilar, kino aktyorlari hammalariga kuch kerak. Men bilaman, sizlarga ilhom kerak. Shu ilhom qanday bo'lishini sizlardan boshqa hech kim yaxshi bilmaydi. Mana shuning uchun muloqotimiz shu ilhom berish kuni desak to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun ilhom ko'p yillik samarali ilmiy ijodiy faoliyati, yorqin va betakror iste'dodi bilan xalqimizning madaniy va badiiy salohiyatini yuksaltirish, mamlakatimizda madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini rivojlantirish, yangi o'zbek ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvoni bilan Boytoyev G'iyos Ahmadqulovich, O'zbekiston Davlat filarmoniyasi xonandasi, ijodiy faoliyatida xalqimizga mansub bo'lgan 200 dan ziyod qo'shiqlar yaratgan. O'zbekiston Davlat filarmoniyasining Farg'ona viloyati bo'lmasi xonandasi Sohil Ovoz sohibida. Mo'minov Tolib Teshayevich, O'zbek Milliy akademik drama teatri aktyori, ustozor san'atkor.
O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvoni bilan Boytoyev G'iyos Ahmadxo'novich O'zbekiston davlat artist san'at turlarining orasida eng yengili deb hisoblanadi, unga shunaqa qaraladi. Lekin estrada san'ati san'at turlarining ichida eng ko'p narsani talab qiladigan san'at. Mas'uliyatli san'at. Estrada artisti u an'anaviy musiqadan xabar bo'lishi kerak. Jahon klassikasini ham bilishi kerak. Jahon estradasini ham bilishi kerak. Maqomni ham bilishi kerak. Va bu narsalarning hammasini faqat maktab bo'lgan san'atkor, maktab bo'lgan ijodkor qabul qila oladi va shu narsalarga ega bo'la oladi. Yana bizning mamlakatimizda meni nazarimda gastrol faoliyati ancha gastrol konsert faoliyati ancha so'nib qolgan. Tashkillashtirilgan gastrollarni ko'rmaymiz. Misol, men o'zim Samarqand filharmoniyasiga solistga bo'lib ishga borganimga mana 6 yil bo'ldi. Meni hech kim tanimasdi. Men palonchi bo'lganim uchun konsert qilinmasdi u paytda. O'sha filharmoniyamizni kollektivi bor edi. Kollektivda xizmat qiladigan sozandalar, qo'shiqchilar, ijodkorlar bor edi va bu ijodkorlarni to'plab O'zbekistonimizni hamma chekkalargacha borib konsertlar berib kelganmiz. Aylanardik. Har yillik gastrol plani bo'lardi. Va bu narsa tashkillashtirilib, markazlashtirilib olib boriladigan ish edi. Kim bilan gaplashib, keling sizni konsertingizni qilib beraman. Konsert bo'lganda ham restoranda konsert qilib beraman. Hozir shunaqa bo'lyapti konsertlar. Konsert zallariga odamlar to'lib kelishardi o'shanga qaramasdan. Kim bor ekan? Yangi ijodkorlar, yangi qo'shiqchilar, san'atkorlardan kimlar chiqdi deb odamlar qiziqib kelardi. Siz eshik haligi nima edi, bir ko'pri ham tag ko'rinib qoladi. Davlat yelkasiga minib olib pul bersa ashlaytamiz, bermasa ashlaytmaymiz emas. Yaxshi konsert bo'lsa, yaxshi konsert bo'lsa boradi xalq. Xalqni halidan beri unaqa deyapmiz, bunaqa deyapmiz. Men ham konsert beryapman. Men majbur qilib metrolarda to'xtatib odam haydab kirayotganim yo'q-ku. Mana ko'rib bilib turibsizlar-ku. Ko'pchilik kelib bilet so'rab kelgansizlar, пригласительно so'rab kirasizlar. Oilalaringiz jo'natasizlar. Katta хороший konsert, katta есть цель. Biz hammamiz xohlaymiz. Masalan, deylik, mana o'sha xalq borishini, xalq pulini ayamaydi san'atga. Men buni aniq bilaman. Xalqimizcha meni yomon ko'rganligini ham bor, yaxshi. Men odamni deb qolganini hammasiga aylamayman. To'g'ri aytadigan bo'lsam, farosati ancha o'sgan hozir xalqimiz. Oldingidaqa ko'rko'ralar bormaydi, bu boshqa masala. Hozir biz hammamiz nima deydi, san'atkorlar nima bo'lishimizdan qat'iy nazar o'sha ustoz shogird an'anasida baland parvoz aytilgani aslida yoshlar ham keladi, mas'ul o'shanga ham aytib qo'yish kerak, bilishingiz kerak. Ustozlar ham bermaydi emas, beradi ham buni so'rasa. Siz duo bering, men ertaga to'yga chiqib ketyapman. Mana shu xalq artisti va umuman o'ziga bo'lgan ehtirom, e'tibori kamdan kam uchraydi. Shuning uchun men har safar yangi ijodlar, yangi mana o'zingiz aytganingizdek menga kelmaydi degan hech kim kelmaydi degan mehnat qilmasa ijodga keladi. Ijodga, namunaga keladi. Shuning uchun qiyin zamonda yashayapmiz. Lekin shu qiyin zamonda yaxshi qirralarini topib biz birlashib natijaga ishlayapmiz. Shuning uchun mana aytgan hamma gaplaringizning tagida bir narsa borki,
Albatta hammaga ham O'zbekistonda hozirgi muvaffaqiyati yoqmaydi. Albatta bitta narsani to'g'ri bilishimiz kerak. Mana sizlarga men ochiqcha aytmoqchiman. Juda katta muammolarimiz bor. Bitta oilada qancha muammo bor. Lekin davlatchilikni qurib, mana shu davlatchilikda hammaga munosib bo'lib, tinchlikda, osoyishtalikda yurish bu azob desak to'g'ri bo'ladi. Bu azob. Shuning uchun mana shu ijodingizdagi hozir qirralari Yulduz Usmonovani xalqni yaxshi ko'rishi va xalq Yulduz Usmonovani yaxshi ko'rishi bejizamat holatlarida sizni misolingizda hamma mehnat qilsa konsert ham bo'ladi, kino ham bo'ladi, natija ham bo'ladi, odamlar ham rozi bo'ladi. Ishlaringizda muvaffaqiyat. Dünya kezmoq shunchaki sayr yashmas. Tomosha yomg'irda keldi degan gap